Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimiz bizda bivariant ma'lumotlar, scatterplot va korrelyatsiya. Bugungi mavzuyimiz rejasi. Bugun nazariy qismini o'tamiz. Bizda asosiy narsa bu korrelyatsiya. Korrelyatsiyani kod ko'rinishini, keyin kod ko'rinishini misolda kelib chiqishini birma-bir ko'rsatib beraman. Demak, bugungi darsimizni boshlaymiz. Bivariant ma'lumotlar nima? Bivariant ma'lumotlar bu ikki o'zgaruvchi, ikki ustun o'rtasidagi munosabatni o'rganish. O'quvchi ishga sarflagan vaqti, mana. Bu o'quvchi ishga sarflagan vaqti bo'lyapti. Mana ishiga sarflagan vaqti bu birinchi x deymiz. Olgan bali bu o'qishiga sarflagan baldan olgan bali ikkita, x bilan y. Tushunasizlar? Ikki o'zgaruvchi degani mana shu hisoblanadi. Mashinaning yoshi bilan narxi. Yoshi qancha eskirgan sayin, demak, narxi ham shuncha pastlaydi. Bu ikki o'zgaruvchi orasidagi bog'liqlik hisoblanadi. Nima uchun kerak? O'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlik bormi? Agar bog'liqlik bo'lsa, bog'liqlik qanchalik kuchli? Qaysi biri o'sishi bilan ikkinchisi ham o'sadimi yoki kamayadimi? Shunaqa muammolarni o'rganishda bu bivariant ma'lumotlarda qo'llaymiz. Scatterplot degani bu nuqtali grafik. Rostdan ham scatterplot shuni ko'rsatadiki, ikkita o'zgaruvchi orasidagi, mana ikkita o'zgaruvchi orasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi. Scatterplot chizish Python matplotlib. Biz bu narsani o'rganganmiz, bilamiz. Hamma narsa esimizda. Shunday holatda bo'lsa ham shuni hozir bitta kod yordamida yozib o'tib ketamiz. Xo'sh, bizga Colab kerak bo'ladi. Colab studiyasida yozamiz. Gemini Colab. Google Colab. Xo'sh, demak biz boshladik. Scatterplot chizishni o'rganamiz. Demak, bizga qaysi kutubxona kerak bo'ladi? Bizga import matplotlib pyplot aslt. Xo'sh, biz kutubxonani chaqirdik. Endi biz ikki o'zgaruvchi orasidagi bog'liqlik dedik-ku. O'shaning birinchi o'zgaruvchini yozamiz. Bo'yi teng bo'lsa nechiga? 150 edi. 170 midiki? 160 edi. 170, 180 deymiz. 180. Demak, buni orqasidan bitta tashlaymiz. Endi vazn bilan chambarchas bo'ladi. Bir-biriga bog'liq bo'ladi. Demak, vesi 45, 55, 65 va 75. Okey. Endi biz plt.scatter bo'y vazn plt yana deymiz. Endi bu matplotlib tayyor o'zi chiqazib berdi. Endi mana ham biz qo'shimchasiga mana shunday qilib qo'ysak. Men bu dedi mana chiqazib beradi, xudo xolasa. Natija chiqishi muhim bizga. Internetimiz yaxshi. Demak, bizda hozir mana scatterplotimiz chiqdi. Mana nuqtali grafik dedik, mana shunday chiqdi. Okey. Ko'rdik.
Korrelyatsiya. Korrelyatsiya nima? Korrelyatsiya bu ikki o'zgaruvchi orasidagi bog'liqlik kuchini o'lchaydi. Qiymati -1 dan 1 gacha bo'ladi. +1 bo'lsa, 1 bo'lsa ideal musbat bog'liqlik bo'ladi, 0 bo'lsa bog'liqlik yo'q, ideal manfiy bog'liqlik -1 bo'lsa agar. Endi korrelyatsiyani masalan birinchisiga keltiraman, ideal musbat bog'liqlikka. Tasavvur qilinglar, sinfdagi bolalarning bo'yi hammasi bir xil. Endi bir oydan keyin hammasini bo'yi 5 santimetrga o'sdi. 5 santimetrga. Demak, bu ideal musbat bog'liqlik. Agar 5 santimetrga kamaysa ham hammasiniki masalan biriniki 1.70 deylik, biriniki 1.80, biriniki 1.70, 1.75, 1.65 shu bo'yli bolalarni hammasiniki bir oydan keyin birdaniga pasaysa bo'yi, bu ham ideal musbat bog'liqlik hisoblanadi. Agar biriniki 1.70 bo'lsa, 2 santimetr kamaysa, biriniki 1.65 bo'lsa, uniki 0 bo'lsa, 1.75niki boshqa 1.72niki deylik 2 santimetr, 1.73niki 1 santimetr. Bu ideal manfiy bog'liqlik emas. Tushunarli? Pythonda korrelyatsiyani hisoblash juda ham oson. Korrelyatsiya teng np nuqta korrelyatsiya np korrelyatsiya bo'y vazn bor edi, keyin vazn 0 1 oralig'ini qo'yamiz. Print nima bo'lyaptiman kompyuterimga. Print hozir printga korrelyatsiyani berib qo'ysak, demak tepadagi tepadagi ma'lumotimiz o'qimadi. Shuning uchun biz mayda tepadagi ma'lumotni shunday ko'chirib olsak, yo'q. Bizda numpy yo'q. Import numpy np. Mana buni chiqarsa, buni ham chiqaradi. Ko'rdinglarmi? Korrelyatsiya mana bu korrelyatsiyani aytayotgan endi ijobiy bog'liq debdi. Bir-biriga ijobiy bog'liq. Tushundinglar-a? Men hozir sizlarga baribir nazariy ko'nikma qilib tushuntirib beraman. Mana yerda np Corsair xy qanday ishlaydi debdi. Bu matritsa ko'rinishida ishlaydi. Hozir tushuntirib beraman. Bir chiqishi, mana bu matrisalar bir-bir. Hammasi bir-biriga bog'liq. Demak, hammasi yaxshi, ijobiy. Shuning uchun ijobiy ko'rinishda chiqibdi bir. Pandas orqali debdi. Pandas orqali ham Pandas kutubxonasini chaqirgan df debdi. Data frame ga keltirib olyapti. Okay. Mana. Bunday ham chiroyli tarzda chiqazib berdi. Natijamizni ko'ryapsizlar. Endi bu hammasini bir nima deydi? Mana bu kodimizda hammasini birdaniga hisoblagan. Mana. Bu
bitta nima edi, matbulotlib, skater plot, hammasi bir-biriga qaranglar, mana bo'y, vazn, skater, trend chiziqlar, mana bu chiziqlar, bo'y vazn bir-biriga bog'liqligi, titel hammasi bular boshida o'tilgan mavzularda o'tilgan, o'rgangansizlar degan umiddaman. Kodni qismlarga ajratdi. Mana bo'y, x, y bular juda ham oson. Mana x, y np polyfit x, y teng 1. Eng mos tushuvchi to'g'ri chiziqlarni topadi. Bu to'g'ri chiziq umumiy formula bo'yicha mana shu ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda m chiziqning nishabi slop. B chiziqning kesish nuqtasi. Bu bo'y vazn 1 deyilgan, vazn y qiymat, bo'y x qiymat. Xo'p, bir chiziq line uchun birinchi darajali polinomial chiziq hisoblanadi. Natijada polyfit ikkita qiymat qaytaradi. M nima? M slop chiziqning og'ishi musbat bo'lsa, chiziq yuqoriga ko'tariladi, manfiy bo'lsa pasayib ketadi. Bu bias intercept chiziq y o'qini qayerda kesib o'tishini ko'rsatadi. Juda ham oson misol keltirilgan formulani просто tak ochib ko'rsatish. Mana to'g'ri chiziq m ga berilganda mana shu narsa chiqar ekan. Endi mana shu biz og'zaki hisoblaganimiz shu kod orqali hisoblasa bo'ladi demoqchi. Bivariant data deydi. Короче, bugungi mavzuyimiz uchun mana shu savollarga javob berasizlar, o'zingizlar ustida ishlaysizlar va 5 ta mashq tayyorlab qo'yganman. 4 ta mashq ekan. 1 2 3 4. Shularni yechasizlar. Endi korrelyatsiyani yaxshilab tushuntirsam sizlarga daftar ruchka olinglar, chizadigan, o'rganadigan joyi bor. Demak, biz hozir Paint ga kirishimiz kerak. Paint qidiramiz. Hop. Paint ga kiradigan bo'lsak, demak, bizda shunaqangi bor. Bu x y qiymatlari edi, bu x edi. Endi bizda ma'lumotlarimiz shu ko'rinishda bo'lsa, ana bunday taxlanib turgan bo'lsa, bu ikkalasi ham o'sibdi. Bu pozitiv. Korrelyatsiyani R bilan belgilaydigan bo'lsam, demak bizda o'suvchi bu. Ko'ringlarmi? Plus qilamiz. Bu yog'iga y, qaytiga x. Okay. Ikkinchisi. Endi shu manfiy bo'ladigan bo'lsa, qanday aniqlaymiz? Mana na o'sibdi, na o'smayapti. Na o'sibdi, na tushmayapti. Tushib ketyapti. Shunda bizdagi ma'lumotlar bittasi tepaga o'sadi, bittasi pastga tushadi. Bittasi o'sadi, bittasi pastga tushadi. Demak, bular -1 ga qarab ketyapti. O'zi korrelyatsiyani oralig'i 1 dan -1 gacha edi. Endi shunaqangi ular bor. Korrelyatsiya mana shunday bo'lsa. Boya aytdim. Shunday borki, ma'lumotlarimiz tarqoq. Bu ma'lumotlarda
Bunaqa emas. Sizlarga avval mana shuni tushuntirsam, mana shunaqa. Bu ma'lumotlarimiz bizda 0 va 1 oralig'ida bo'ladi. 0 va 1 0 va korrelyatsiyamiz 0 va 1 oralig'ida bo'ladi. Tushunyapsizlar? Endi shunaqa qiladigan bo'lsak, yana bor. Aybga buyurmaysizlar. Qo'limdan kelgancha masalan o'zim mishkamda tushuntiryapman. Endi korrelyatsiyamiz mana shunday bor. Endi bizdagi natijalarimiz tarqoqroq bo'lsin. Endi bu erimiz nisbatan 0 ga yaqinlashadi-da. Nisbatan 0 ga yaqinlashgani uchun erimiz bizda teng bo'ladi 0.5 deylik, 0.5. 0 ga yaqinlashuvchi, tushunyapsizlar? 0 ga yaqinlashuvchi bo'ladi. Korrelyatsiyamiz shunda yana bitta qolib ketdi. Hop. Mana shunday korrelyatsiya bo'ladi. Bu korrelyatsiyani natijasi bog'liqlik yo'q. Tushunyapsizlarmi? Korrelyatsiyada bog'liqlik yo'q. Ya'ni erimiz nechiga teng? 0 ga teng hisoblanadi. Tushundinglar-a? Xuddi mana shuni o'rganib olinglar, o'zingizlar bilan yozib olinglar. Demak, biz endi hisob kitob ko'rinishiga keladigan bo'lsak, sizlarga shu o'rinda bitta narsani aytib o'tib ketaman. Hozir bizda buni ajratib qo'yaylik. Formula yozib beraman. Korrelyatsiyaning formulasini yozib beraman. Shu yerga eslab qolasizlar. Demak, bizda R teng tekst qo'laylik. Bitta formula yozamiz, bo'ldi. N bu nechtaligini soni. Mana bu summa. N summasi xy. xyda общий qo'shilmas aytilyapti. Bu yana bu summa hisoblanadi. Endi summani ikkinchisi mana yoqda ko'paytirilgan summani yana summa keladi-da, yigirmanchisi. Okey, endi pastda ildiz ostida bo'ladi. Hop, hozir n x kvadrat ayrilgan mana x kvadrat summa deymizda, x kvadratni общий summasi. Tushunyapsizlar-a? X ni общий summasini hisoblaymiz. X summasini kvadratini hisoblaymiz yani. Endi ikkinchisi y bo'ladi. Shunaqa n bo'ladi.
ko'paytirilgan summa y kvadrat ko'paytirilgan summa qilamiz y ni summasini kvadratini. Tushundinglar mana. Mana shuni yozib olinglar. Bunaqa formula men qilib bergan formula hech qayerda yo'q. Ishoninglar. Shuni yozib, shunday yodlab olinglar. Xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi. Chotki bo'ladi. Bizda mana bu o'chiradigan bo'lsak, doskamizni o'chirib tashlaymiz endi. Endi biz yana qalamga o'tamiz. Bizda endi x bilan y ni qiymatlari berilgan bo'lsin deylik. Qorada yozayim. Qora ma'qulmi? Hozir x y niki biz 6 ta qiymat olaylik. Har doim 5 ta ham qiymat olamizmi? Endi yo'naltiga y ni qo'yamiz. Y. X qiymatlarini deylik 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Endi y nikini necha desak? 2, 4, 6 demek 7, buniki 9. Bunga 12, 14 deb olamiz. Da tushundinglar a? Mana shunaqa qiymatlar berildi. Endi hisoblaymiz. Buni endi ustun shaklda qilib olamiz. Bitta ikkita uchta to'rtta, buni 5 ta. Hop, endi mana yoqqa ikkisimizni yozamiz. X y. Bu yerga x kvadrat. X y ni hisoblaymiz endi. X kvadrat emas. Bu yoqda x kvadrat. X kvadrat. Bu yoqda y kvadrat. Yo'q, yozmayman degan bari yozdim. Yana qatlamlarga bo'lishimiz kerak.
buni bitta 6taga bo'lishimiz kerak. 2ta 3ta 1 2 3 buni 4ta 1 2 3 4 5 6. Mayli. Endi qarang. X ni o'zini yozib chiqamiz. 1 qo'ydik. 1 2 3 4 5 6 bungacha 2 4 7 9 12 14 yozdik. Endi x y ko'paytirib chiqamiz. 2 8 3 kere 7 21 4 kere 9 36 5 kere 12 60 6 kere 14 84 bo'ladi. Hop, endi x kvadratini oshirib chiqamiz. 1 nechi 1, 2 niki 4, 3 niki 9, 9 bo'lsa 4 niki 16, 5 niki 25, 6 niki 36. 36 y-nikini hisoblab chiqadigan bo'lsak, hop 4 2 niki 4 niki 16, 7 niki 49, 9 niki 81, 12 niki 144, 14 niki 196. 196. Da. Shunaqa gaplar. Voy. O'chirib tashlaymiz. Endi bizda x larda qo'shilmasi nechi? Mana boya summa bor edi. Mana shu hammasini qo'shib chiq degan edi. Boy bekor o'chirib yuboribman formulani rasmi bormi dedi. Rasmi Notion'imizda. Notion'imiz qayerda bizi? Mana Notion'imiz. Korrelyatsiyani formulasini boya yozib berdim. Sizlar yozib olgan bo'lishinglar kerak, men bilan birga. Demak, korrelyatsiya formulasi. Korrelyatsiya formulasi bor edi bizda. Korrelyatsiya formulasi bor edi. Tayyor misol shaklda. Demak, vaqtni cho'zib o'tirmaymiz. Davom ettiramiz. Teramizda o'chirg'ich qanday yana bekor vaqt cho'zilibdi. Shu formulani yozib olgan bo'lishinglar kerak.
men hozir o'sha formulaga sразу qo'yib ketaman. Demak, bizda r bor edi. Bu korrelyatsiya edi. R teng n bor edi. N ko'paytirilgan summa x y edi. X y ile mana shu x ni qo'shib chiqsak, mana x y ni qo'shib chiqsak, jami necha bo'ladi? Hammasini qo'shib chiqadigan bo'lsak, qo'shilmasi bizda 211 ga teng bo'ladi. 6 ko'paytirilgan 211. 6 ko'paytirilgan 211. Hop, ayrilgan endi summa edi 21 x summani mana x ni summasi edi. Buni qo'shib chiqadigan bo'lsak 21 chiqadi mana shu yerdan. 6 ga 5 11, 4 15, bu necha ekan? 3 18, 20 21. Tushunyapsizlar a? Y summasi ayrilgan, ko'paytirilgan y-nikini hisoblaymiz endi. 6 13 25 shunda 48 chiqibdi. 48 bo'ladi. 48. Endi hisoblaydigan bo'lsak, pastida n bor edi. N ko'paytirilgan x kvadrat edi. Ko'paytirilgan 91. Ayrilgan 21 da kvadrat edi. Turgandi. Yozib boringlar, eng kerakli narsa mana shu. Boya ehtimolliklar chiqazib berayotdi-yu, 1. Biz o'sha hozir ehtimollikni qanday chiqazib berishini ko'ryapmiz. Endi ikkinchisi 6 ko'paytirilgan. Bizda nima bor edi? Y kvadrat edi. 6 ko'paytirilgan y summa y kvadrati bo'lsa 490 ga teng bo'ladi. Buni hammasini qo'shib chiqsak 490 ga teng. Hop. Ayrilgan endi y kvadrat edi. Y kvadrati bizda 48 ga teng. 48 kvadrati. Buni hisoblaydigan bo'lsak, demak bizda yuqorida 1266 ayrilgan shunda bu 1008 chiqdi. 1008 chiqdi. Hop, endi tag qismini hisoblaydigan bo'lsak, ildiz ostida bo'ladi. Bundan 500 46 546 ayrilgan 441. Endi buni hisoblaydigan bo'lsak, buniki 24 bo'ladi. Shunda 2940. 2940. Bu ikkalasining natijasi mana bu chiqdi. Ayrilgan 48 kvadrati. Bizda 48 kvadrat 2304 ga teng. 304 ga teng. Hop. Endi bizdan yuqoridan 258
makhrajdan bo'ladi. Shunda 105 bu yerdan 105 chiqadi. Bundan 105 chiqdi. 105. Bundan kelinglar shuni chetga yozib qolsam. Ildiz ostida 105 ko'paytirilgan 636. Ko'paytirilgan 636. Hop. Endi teng qilamiz. Teng qildik. Shunda bizda hozir общий chiqadigan javob mana buni bunga bo'ladigan bo'lsak, ildizdan chiqarib 0.0998 chiqadi. Ko'ryapsizlarmi? Bu juda ham yaxshi ko'rsatkich. Korrelyatsiyamiz R teng shunda 0.99. Bu yaxshi. Bu juda ham yaxshi. 84, 85 bo'lsa ham yaxshi. Agar 80 dan pastlagan bo'lsa, bu juda ham yomon holat. Maslahat beramanki sizlarga korrelyatsiya yomon, manfiy korrelyatsiya hisoblanadi. Hozir mana bu hisoblaganimiz, mana bu R, bu R'imiz bu yerda korrelyatsiya ishladik-ku. Ko'r deb mana 1 chiqibdi. Mana shuni hisobladik. Mana shu. Qarang, kodi osonmi, qo'lda hisoblash osonmi? Endi shuni kiritamiz. Masalan, hisoblaylik. Buni x deymiz. Buni nima deymiz? Buni y deymiz. X ga qiymatlarini beramiz. Hop, x ga qiymatlar 1 dan 6 gacha edi. 2 3 4 mana 5 mana 6. Bunda qiymatlarcha. Qiymatlarimiz 2 4 7 keyin necha bo'ldi? 7. Hayron qolaman-da. Shuni nega yozmaydi? 2 4 7 9 12 14 edi. Aytiga x bilan y ni beradigan bo'lsak, natijamiz bo'y debdi. Bo'yga x beramiz, chunki bu ana hozir korrelyatsiya 1 debdi. Buni yaxshilataveryapti. Mana yerda printga korrelyatsiyaga mana hammasini bir-biriga bog'liqligini chiqazdi. X deymiz, vaznnikini y deymiz. Ko'ryapsizlarmi? 0.998 manikichi. Mana yerda 0.998. Buni 0.99 deb olsangiz bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Ideal. Mana shu formula orqali, men boya ko'rsatgan formula orqali yechiladi. Shuni mukammal o'rganinglar. Sizlarga tavsiyam. Juda ham yaxshi bo'ldi degan umiddaman. Kim tushunmagan bo'lsa, savollar bo'lsa, komment orqali yozinglar. Men sizlar bilan bog'lanaman. Qo'limdan kelgancha yordam beraman. Yordam berayotganimga yarasha sizlar ham like, komment, ayamanglar, podpisatsiya bo'linglar. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Keyingi mavzularda ko'rishguncha xayr.